Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün çizlağış 2020 yıl 8. ayının 27. günü haftaga Perşembe. Endiki mavzumunda vatandaşım. Beijing Janubi Jungo denizine hareket koyup verdi. Mütehassisler agahlandırıp Amerika'ya boş çağlaman deyişti. Mavzulu haber 8. ayının 27. günü Amerika avazdan Xitaylı programımız e'lon qilindi. Haber bundak başladı. Washington Amerika bilan Jungo'nun harbiy qarshilishi o'rilmoqda. Jungo armiyasi haftaning 3. günü yani 8. ayının 26. günü Janubi Jungo denizga Avamatka qotili deb ataladigan raketasini qo'yib berdi. Tahlilchilar bu harakat Amerika Qo'shma Shtatlariga berilgan ogohlantirish deyishdi. Bundan 2 kun burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Mark Esper maqola yozib mundaq ko'rsatgan. Jungo armiyasi Beijingning nishoni uchun xizmat qiladi. Washington va ittifoqdoshlari har qaysi frontlar bo'yicha Jungoga taqobil turishga tayyorlik qilib qo'ydi. Amerika harbiy ishlar mutaxassislari mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida urush portlashining eng chong xatari Beijingning kengaymichiligini Amerikaning cheklishiga, ya'ni shu Beijingning sal qaraganligidir. Urush portlashining eng chong xatari Amerika Jungo'nun kengaymichiligini cheklayotdi. Shu cheklashga sal qaragan Jungo'ning sal qaraganligi urush portlashining eng zo'r xataridir. Amerikaga ogohlantirish berib Beijing Janubi Jungo dengiziga raketa qo'yib berdi. Jungo harbiy tarafga yaqin turadigan bir nafar kishining matbuotga oshkorlashicha Jungo Janubi Jungo dengiziga 2 dona raketa qo'yib bergan. Buning ichida 1 dona raketa Avamatka qotili deb ataladi. Janubning Sari gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Buning ichida birisi DF-26D belgilik raketa Qinghai o'lkasining g'arbiy qismidan qo'yib berilgan. Qinghai o'lkasining g'arbiy qismi bo'lsa, Xinjiangdan qo'yib berilgan bo'ladi vatandosh. Yana birisi DF-21D belgilik raketa sharqdagi Zhejiang o'lkasidan qo'yib berilgan. Bu 2 dona raketa Hainan o'lkasining Sisha taqam orallari orliqiga kelib tushdi. Bundan bir kun burun Jungo mundaq degan: Amerikaning Yo 2 belgilik 1 dona razvet aeroplani ruxsat olmay turib cheklangan rayonga kirdi. Shu vaqtda Jungo dal Boxay dengizi suv yuzida harbiy manevr o'tkazib o'tdi. O'xshashda bir vaqtda davlat mudofaa ministri Mark Esper 8. ayının 24. günü dushanba Wall Kutsi gazetiga imzoliq maqola yozib 5 burchaklik binoning Jungoga taqobil turishga tayyorlanib qo'yganligini ko'rsatdi. Maqolasida yana mundaq ko'rsatdi. Jungo armiyasi qurilganligining 93 yilligini xotirlash arafasida Kompartiyaning sekretari Xi Jinping Jungo armiyasining dunyoviy darajalik armiya bo'lishini, Jungo Kompartiyasining ish tartiblarini yiroqroq elib boralaydigan davlat chegarasidan olqigan armiya bo'lishini talab qilgan edi. Anladingizmi vatandoshim? Bu qarab turib tajovuzchilikni tashviq qilyotdi, targ'ib qilyotdi. Davlat olqiydigan armiya bo'lishi lozim degan so'zning ma'nosi nima? Oshkordan men tajovuzchi deyotdi.
Forbes jurnali yaqında uning iqtisodini bo'g'ib tashlash, Jungoni urushni mag'lub qilish mavzuliq maqola e'lon qildi. Maqolada siyosiy sotsiologi Bradford Desmokes siyosiy sotsiologi Bradford Desmokes'ning so'zlari naql qilindi. Washington qadimiy qamal qilish taktikasini ishlatib, Jungoni mag'lub qilish kerak. Desmokes mundaq tashabbus qildi. Yer sharlishash Jungoni dengiz okeanga tayinadigan qilib qo'ydi. Agar dengiz okeandan keladigan cheklash va tahdidga duch keladigan bo'lsa, Jungo texama ojizlashib ketadi. Shunglashqa Amerika dengiz armiyasi Jungoni qamal qilishga tayyorlik qilishi lozim. Davlat mudofaa ministri Mark Esper ning so'z iboralari qattiq maqola e'lon qilish Washingtonning shunda qilishini tanlab elishidan derak beremdi qandaq. Demek siyaset özgürlüğü hazır. Devlet Müdafaa Ministri Mark Esper'nin qattiq ibora ve sözleri Amerika'nın şunda qilishini, yani Jungoni dengiz sahilda qamal qilishidan derak beremdi qandaq deydi. Hürmetlik vatandaş.